Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana hop bodom ekishdi. Hop ozgina ma'lumot beramiz. Xudo xolasa. Keyin qanaqa joyga ekish kerak? Zax joygami yoki quruq joygami? Qaysi payt eksa bo'ladi? Tagiga suv quyiladimi, yo'qmi? O'shalar haqida ozgina akamizdan ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum qadrdonlar, kanalimiz a'zolari. Mana hozir kim ko'chat ekmoqchi bo'lsa, hozir ekinglar. Ayni damlar mana shu ko'pi bilan mana shu 10 kun ichida ekish kerak. Noyabr oxirlariga to'g'ri keladi. Bodom ekadigan insonlar uchun ilojini boricha bunda balandroq joylarga ekiladi. Chunki bodom ko'chati zaxni suymaydi. Zax joyda bo'lmaydi. Qanday sortda eksangiz ham 2 yil 3 yilda sort ayniydi-da, siz kutgan hosilni bermaydi. Mana shu ko'ladik. Yarim holatida tuproqni solamiz, tomiri yarmigacha. Mana yarmigacha soldik. Mana endi unga suv quyamiz. Sababi bu siz solgan tuproq loy bo'lib ushlab qoladi ko'chatni. Keyin qolgan tuproqni sekin asta suvini qochirmasdan ko'mamiz. Chiroyli qilib. Hop, mana ekkanda mana ulangan joy bor-ku. Mana ulangan joy bor-ku, mana bu joy. Bu ko'milib ketsa ham bo'laveradimi yo ochiqda qolish kerakmi? Ochiqda qolish kerak. Ha, ko'milib ketsa bo'lmaydi. Chunki bu yerdan chirish ko'payishi mumkin. Ha, tushunarli. Keyin buni oyoq bilan tepkilanmaydi. Sababi bu yer bez bo'lib qolishi mumkin-da. Tomir ketmaydi. Tushunarli. Keyin imkon darajasida bodomga qiziqadigan insonlar bo'lsa, achcha bodomni yerga ekib, u ko'klab chiqqandan keyin achcha bodomga ulasa, achcha bodom yer tanlamaydi, achcha bodomda o'q tomir bo'lmaydi. Qayerga eksangiz ham ko'kilaveradi. Keyin payvandlash hisobiga. Payvandlasangiz, ulaganda payvandda hammasini bexato olaveradi. Achcha bodom. Yana bir sababi tomiriga kasallik kelmaydi, qurt yemaydi. Chunki tomiri ham achcha bo'ladi buni. Gap yo'q. Tebasi o'sha hosilda ketaveradi. Gap yo'q. Kanalimizga a'zo bo'linglar. Qanaqa mevali daraxtlar bo'yicha ma'lumot kerak bo'lsa, mana shu pastdagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Akamiz o'zlari gapiramay. Qo'ng'iroqchani bosib, podpiska bo'lib qo'ysalaring, bizning videolarimizni yo'qotmaysizlar. Nima kerak bo'lsa, bizning kanalimizdan topa olasizlar. Gap yo'q. Sog' bo'linglar. Rahmat. E'tiborchi rahmat qadrdonlar, jonlaring sog' bo'lsin.